Xo'sh, boshladik. Birinchi savol. Diagrammada kaliy gidrokarbonat tuzining tarkibi berilgan bo'lsa, qaysi grafik vodorodniki desa, endi kaliy gidrokarbonat tuzi bo'ladigan bo'lsa, vodorodniki eng yengil 1 gram, 100 ichida 1 taxminan 1% bo'lishi kerak. Eng pastdagi grafik sanab ketaversak bo'ladi. Bu vodorodniki mana bu undan past teparoq uglerodni massasi, keyin kaliy, keyin kislorodniki bo'ladi. Demak, eng tepadagi esa kislorodniki bo'lar edi. Ikkinchi savol, ikkita elementning nisbiy atom massasi 2 ga farq qilsa desa, javoblardan tekshirib chiqasiz. Demak, A javobi bo'lar ekan, bismut. Demak, bismutning massasi 209, qo'rg'oshniki 207, farqimiz 2 bo'lar ekan. Uchinchi savol. 105 gram. 650 probali oltin mis qotishmasiga qancha oltin qo'shilsa deyapti. Proba 850 ga o'zgaradi. Demak, buni oddiy foizlar ishlab ketsak ham bo'ladi. Demak, 65% edi. Toza oltin qo'shasiz 100%. Hosil bo'lgani 85% yoki 650, 850 ming qo'yib ishlasangiz ham bo'laveradi. Tepaga 15 gram, ya'ni qotishmaga 20 gram oltin qo'shishga to'g'ri keladi. Demak, bizda hozir berilgan 105 gram qotishmaga qancha desak, mana demak 7 ta to'g'ri kelsa, 27 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 140 gram. Demak, 140 gram oltindan qo'shish kerak. Proba ko'tarilyaptimi? Demak, oltin qo'shgansan. Proba tushyaptimi? Demak, mis qo'shgansan. Mana shunday qilib ishlaydi. Demak, proba pasaydi desa, mis qo'shib ishlaydi. Xo'p, 4-savol. Bosh va orbital kvant sonlar yig'indisi 6 ga teng bo'lgan amalda nechta elektron bor? Demak, mana bunday narsa. N plus L teng 6 bo'lishi kerak va qoida aytganmiz. N doim L dan katta bo'lishi kerak deganmiz. Demak, bu uchun 6s qavatda olsak bo'ladi, 6 ga 1. Keyin 5p qavatda olsak bo'ladi, 5 ga 1, 6 ga 0, 6, 5 ga 1 yig'indisi 6. Keyin 4d qavatda olsak bo'ladi, bu ham 6. Bizda 3f degan qavatda ham 6 bo'lar edi, lekin 3f degan qavatcha mavjud emas. Elektronlar sanab chiqadigan bo'lsak, 6s ga 2 ta sig'ishi mumkin. Mana bu p ni 3 ta yacheykasi bo'lgancha 6 ta sig'ishi mumkin, d ga esa 10 ta sig'ishi mumkin. 2 plus 6 plus 10 ni qo'shib chiqadigan bo'lsak, jami maksimal sig'ishi mumkin bo'lgan elektron, shunaqa bo'lishi mumkin bo'lgan elektron 18 ta bo'lar ekan. Javob. 5-savolda aytyapti, qaysi tuzni suvda eritganda suvning ion muvozanati buzilmaydi? Ya'ni suvning ion muvozanati deganda H+lar OH- teng suvda, ya'ni neytral muhit. O'sha neytral muhit buzilmasin. Demak, mana bunda asosliga o'tib ketadi muhit, OH ko'payadi, misxloridli kislotaliga o'tiladi. H ko'payadi, bunda ham asosliga o'tadi, OH ko'payadi. Demak, natriy nitrat neytral muhit berganligi uchun demak, nima deysiz? Suvning ion muvozanati buzilmaydi deb ketsangiz bo'lar ekan. Xo'sh, 6-savol. Kalsiy glyukonat ko'paygan n ta suv tarkibida massa jihatdan 8.92% kalsiy bo'lsa, xo'p, n topilsin deyapti. Kalsiy bitta bor, 40 gram deymiz, teng 8.92% ga. Demak, 100% imiz qancha deydigan bo'lsak, 448 gram chiqar ekan. 448 dan kalsiy glyukonatga demak 195 bo'lsa glyukonat qolliq, ko'paytirasiz 2 ga, 40 ga qo'shasiz 430 bo'lar ekan. 430 da ayirib tashlasak 18 suvga qoladi, 18 ga bo'lib tashlasak bitta. Demak, suvlar soni bitta bo'lar ekan. Javob. Xo'sh, davom etamiz. Yopiq idishda 7-savolda aytyapti, yopiq idishda kislorod gazi bor. Kislorod konsentratsiyasi 0.892 mol taqsim litrga teng bo'lsa, idishdagi bosim topilsin deyapti. Demak, buni mana bunday formula bilan ishlab qo'yamiz. Demak, P va M teng MRT yoki P va teng NRT bilan ishlasangiz ham bo'ladi. Mana formula qulayroq, chunki massalarni topib o'tirish shart emas. Bosim teng NRT taqsim P edi. Demak, moddaning miqdori 0.892, ko'paygan R va bo'ladi. R ning qiymati atmosferada berilganmi? 0.082 atmosferada so'ralgan. Temperatura esa 273. Taqsim idish hajmi 1 litr.
hisoblaydigan bo'lsak, demak qiymati 20 kelib chiqsa kerak. Demak, bosim 20 atmosfera ekan. Keyingisi 8-savol. A, B, C, D reaksiya bo'yicha moddalarning muvozanat holatdagi konsentratsiyalari 2, 6, 3 va 4 dan bo'lsa, shu reaksiyani deyapti. Shu muvozanatdagi sistemaga xo'p, barcha moddadan yana 1 moldan qo'shilgandan so'ng A ning yangi konsentratsiyasi qanday bo'ladi? Km o'zgarmasligi bizdagi kalit narsa. Km topib olamiz. Tepaga 3 kara 4, pastga 2 kara 6 teng 12 12 qisqarsa 1. Muvozanat konstantasi 1 moldan. Demak, barcha moddadan 1 moldan qo'shadigan bo'lsak, A, B reaksiyaga kirishib C plus D ni chiqarsa, endi hammasi 1 moldan qo'shilgandan keyin mana bu endi 3 mol, mana bu endi 7 mol, mana bu endi 4 mol, bu esa endi 5 mol. Mana uning ko'paytmasi 20, mana ikkovining ko'paytmasi 21. Chap tomon oshib ketdi, shuning uchun muvozanat 10 ga yuradi deymizda. X dan ketyapti 10 ga qarab. Qaytadan Km topamiz. Km teng tepaga 4 plus x, bu yoqqa 5 plus x siniki diniki. A niki 3 minus x, B niki esa 7 minus x bo'ladi. Teng Km hali ham 1. Tepadan tushadi 20 plusdan 9x plusdan x kvadrat teng pastda 21 minusdan 10x plusdan demak x kvadrat. Ikkita kvadratlar ketsa 10 bu yoqqa o'tsa 19x, 20 bu yoqqa o'tsa teng 1. X teng 1 taqsim 19. Bizdan A moddaning yangi konsentratsiyasi so'ralyapti. A modda o'zi 3 edi. 3 dan 1 taqsim 19 da ayirib tashlasak 2,18 taqsim 19, ya'ni bundan kelib chiqadi 56 taqsim 19. Ya'ni A javobi ekan. Xo'sh, mana savolning birdan javobini topib ketaylik. 9-savol. Organik modda deyapti-da, sp2 gibridlangan atomlar. sp2 gibridlangan atom bilasiz, uglerod ana benzol halqasida bor. 6 ta. Mana bu halqada ham 6 ta. Mana bitta 12 bo'lsa 13, mana kislorod 14. 14 ta sp2 atom bor. Har birida 3 tadan orbital bo'lsa, 42 ta jami orbital bor ekan. A javob bo'ladi. Davom etamiz. Xo'sh. 10-savol. Fosfat kislota bor 908 gram. Xo'sh. Polifosfatlar olingan vaqtida 1,62 gram suv chiqdi. Bu narsa lekin aslida eritmada bormaydi. Bu faqat toza modda holida boradigan reaksiya bo'ladi. Demak, boshladik. Mana buni eshitamiz. N-fosfat kislota qizdirilganda HPO4O3 dan N ta ko'paygan bitta suv, ya'ni bitta suvni o'zida saqlab qoladi va N-1 demak suv chiqib ketadi. Buni yo tenglab yo farqdan ishlash mumkin. Mana bu modda hozir 908 gram, ya'ni 0,1 mol. Mana bundan chiqayotgan suv. Demak 1,62 gram, ya'ni 0,09 mol. Farqi 0,01 bo'lsa, doim bittaga farq qiladi, N-1 ku. Bittaga farq qilganda qancha desak, 10 ta. Demak, 10 ta fosfat kislota qoldig'idan tuzilgan ekan. 10 kara 98 980. Undan demak suv 9 ta chiqib ketgan-ku, shu 162 ni ayirib qo'yasiz, tamom. 818 chiqadi. C javob. Tushunarli? 11 deb ko'ramiz endi. Kaliy nitrat eritmasi elektroliz qilindi 9 farad tok bilan. Suvning massasi 1,81 marta kamaydi. Bu yerda faqat suv elektrolizga uchrasa, katoddan vodorod, anoddan kislorod ajratilsa, buni oldi 2, buni oldi 2. Har 36 dan umumiy 4 farad tok ketsa, 9 faradida qancha ketadi desak, xo'sh, 81 gram. Endi qarang, 1,81 marta kamaydi deganda, 1,81 dan 1 chiqsa, farq 0,81. Bizda 81 gram elektroliz bo'lyapti. Qancha suv bo'ladi desak, dastlabki eritmada 181 gram suv bo'lgan. Endi 250 dan 181 da ayirib tashlaydigan bo'lsangiz, demak 69 gram kaliy nitrat tuzi bor. Uni 250 ga bo'ladigan bo'lsangiz, necha bo'ladi desak, 0,276, ya'ni 27,6% bo'ladi. Bu javob bu ekan. Xo'sh, davom etamiz.
12. XN, Y14 dan M tarkibli tuz 4,65 gram miqdorida resurslanishdan 0,045 mol X plus M 0,03 mol Y14 dan N- ionlar chiqqan bo'lsa, demak, sezdingizki nisbat 3 ga 2. Demak, X3 Y14 dan 2 ta deb qaraydigan bo'lsak, 3 ta X plus 2 kationi, bundan 2 ta. Xo'p, Y14 2 minus anion chiqadi. Xo'sh, mana buni har 4,65 gramdan mana bu 0,045 chiqqan bo'lsa, 3 qanchasidan chiqadi deydigan bo'lsak, demak 310. Xo'sh, nima so'ralgan? Tuzli molar massasi 310. Demak, bu o'zlaricha o'ylagan kalsiy fosfat deb o'ylagan u savolda, lekin bu xato, chunki kalsiy fosfat suvda erimaydigan tuz. Xo'sh, 13. Davriy jadvalning 4-davr 3A guruhida joylashgan element esa, demak, galliy. Izotop tarkibida 33 ta neytron bo'lsa, elementning nisbiy atom massasi. Xo'sh, 3A guruhda 4-davrda joylashgan element bu galliy. Galiyning tartib raqamiga qaraydigan bo'lsak, 31. Proton 31 ta, neytron 33 ta bo'lsa, massasi 64 bo'lar ekan. Xo'sh, davom etamiz. 14. Mana reaksiyadan qanaqa mahsulot chiqadi desa, reaksiyaga e'tibor qilasiz. Bu yerda nimaga qaraysiz? Mana bu kaliy 4 bo'lgan uchun buni tagiga 4 tushirasiz, temir 3 valentli bo'lgan uchun buni bu yog'iga 3 tushirasiz. Va reaksiyadan kaliy xlorid yana chiqarib qo'yaverasiz. Demak, B javob. 15. Kaliy plus alangani qanaqa rangga bo'yaydi desak, binafsha rangga bo'yaydi. D javob. 16. Xlorni reaksiyadagi xossasini aniqlangandi. Oksidlovchi qaytaruvchi. Oksidlovchi bo'lish uchun elektron olishi kerak. Demak, qayerlarda oksidlovchi bo'lyapti desa, mana javoblarni topib ketamiz. Xo'sh, ham oksidlovchi ham qaytaruvchi bo'ladigan joyi ham bor. Birinchisi, bu reaksiyada elektron oladi, oksidlovchi. Ikkinchisi, elektron oladi ham, beradi ham, juda disproporsiya bo'lgan uchun bu. Uchinchisida elektron olgani uchun yana oksidlovchi. To'rtinchisida elektron olmaydi ham, bermaydi ham, ikkoviga taalluqli emas. Beshinchisida esa elektron bergani uchun qaytaruvchi deysiz. Ana shunday. Demak, 1 3 birinchi turga kiradi, 2 ikkinchi turga kiradi, 5 uchinchi turga kiradi, 4 hech qaysiga kirmaydi. Xo'sh, 17. Bu yerda ruhni kattaligiga qarab qarang. Ruh maydalangan sari reaksiya tezligi oshishi kerak degan qoida bor, lekin juda ham maydalansa reaksiya tezligi yana pasayib ketadi degan nazariya bo'yicha. Xo'p, reaksiya tezligi ortib borish tartibi deganda o'zi aslida eng tez 2, bular o'ylashi bo'yicha da savol bizga ham shunday o'ylagan. Eng tez 2, keyin 1, keyin 3 deb o'ylagan. Lekin aslida bunday emas. Mana bu yerdagi ruhda ham qanchalik maydalanganligi bog'liq. Agar juda ham unday maydalanib ketgan bo'lsa, haqiqatan shu narsa tushadi. Demak, 2 1 3 qatori, ya'ni 2 1 3 bo'lsa B javob bo'lishi kerak. Lekin agar unchalik maydalanmagan deb qaralsa, bu yerda A javob ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Birinchi kalitni B olish kerak. 18. Xo'sh, eritmada amalga oshadigan reaksiyalarni toping deyapti. Demak, birinchi reaksiya ruh xloridga sulfosata qo'shsak, to'liq bormaydi, reaksiya oxirigacha bormaydi. Shuning uchun ularni topib tashlaydi. 2. Ruh xloridga natriy karbonat, ruh karbonat bilan natriy xlorid boradi reaksiya. 3. Temir ruhni siqib chiqara olmaydi, bormaydi. Natriy ruhni siqib chiqarish mumkin yoki natriy suv bilan kirishlar, natriy OH va reaksiya davom etaverishi mumkin. 4 tosa bo'ladi. 5. Demak, ruh xloridga bariy gidroksid qo'shsak, reaksiya boradi. Bariy xlorid va gidroksid cho'kmay tushadi. 19. Qaysi metal qanday mahsulot chiqaradi? Demak, temir ammiakgacha qaytarish mumkin, magniy azot peroksidgacha, kumush esa NOgacha qaytaradi deysizda. C javobni tanlasangiz bo'lar. Xo'sh, 20. Valerian kislota quyosh nuri ta'sirida, quyosh nuri ishtirokida deyapti. Xlorlanishidan qaysi modda hosil bo'ladi degan. Bu yerda mana bunday. Valerian 5 talik kislota bo'lsa, SH3, SH2, SH2, CH2, COOH bo'lsa,
Bunga xlor ta'sir ettiradigan bo'lsak, xlor karboksil gruppaning yoniga hujum qiladi degan qoidamiz bor-da. SH3, SH2, SH2, CH, xlor, COOH plus bitta H xlor chiqib ketadi reaksiyadan. Demak, ajoyib. Endi 21-savolga qaraydigan bo'lsak, mana qarang. Sigma bog' atom sonidan bitta kam bo'lyapti ikkalasida ham. Sigma bog' atom sonidan bitta kam bo'lishi uchun, demak, ochiq zanjirli modda bo'lishi kerak. Bu yerda bajarmaydigan degan javob tanlab ketib qolibdi-da. Bu yerda ikki xato edi asli. 1 bilan 4 to'g'ri bo'ladi, 3 to'g'ri bo'ladi. 1 3 da javob. Bu yerda A javob, demak, katta xato ketgan. Xo'sh, 22 ni ko'ramiz endi. 22. Propan propindan iborat 10 ml aralashma 50 ml kislorod qo'shildi va portlatildi, yondirildi. Xo'sh, suv bog'lari kondensatlanib, aralashma boshlang'ich sharoitga keltirilganda umumiy hajmi 37 ni tashkil etdi. Bu yerda bitta narsa, propan ham, propin ham 3 tadan karbonatni chiqaradi. SO3H8 plusdan 5 ta kislorod, hosil bo'ladi 3 ta karbonat angidrid, 4 ta suv. Propin bo'lsa SO3H4 plusdan 4 ta kislorod, hosil bo'ladi 3 ta karbonat angidrid, 2 ta suv. Demak, mana bu X bo'lsa, bundan 5X ketadi. Mana bu Y bo'lsa, bundan 4Y ketadi. Bundan 3X, bundan 3Y chiqqani uchun mana aralashmani birdan bizga aytganki 10 ml. Tarkibni masalan davomli o'qimasdan fikrlasak bo'lardi, 30 ml chiqadi. Bu yerda ortib qolgan kislorod ham bor. Ortib qolgan kislorod bilan ikkalasi qo'shilib 37 ml. Demak, 30 ml da ayirib tashlasak, 7 ml kislorod ortgan. 7 ml kislorod ortgan bo'lsa, demak, reaksiyaga kirishgan kislorod, mana 50 qo'shgansan-ku reaksiyaga. 50 dan 7 ni ayirsak 43. Demak, bo'ldi. Bu yog'i endi bitta ikki noma'lum tenglari bilan chiqadi. X plus Y deysiz teng 10 ga. 5X plus 4Y teng deysiz 43 ga. Demak, 4 ga ko'paytirib ayirib tashlasangiz, X teng 3, Y teng 7 bo'lar ekan. Xo'sh, boshlang'ich aralashmaning argonga nisbatan zichligi so'ralyapti. Demak, M teng 3 ko'paygan 44 plusdan 7 ko'paygan 40 taqsim 10 teng bo'ladi. Demak, 41 2 ga. Uni 40 ga argonga nisbatan zichligi so'ralgan, shuning uchun 40 ga bo'lib yuboramiz. 1.03 bo'ladi. To'g'ri javob A. Tushundingmi? Xo'sh, davom etamiz. 23. Metanolda gamologi bor, 9 gram. 9 gram. Unga deyapti, o'sha 9 gram metanol gamologida 5 nat elektron bor. Demak, metanol gamologi CnH2nO formulaga tushsa, bir tomonga massa, bir tomonga elektron soni. 9 taqsim 14n plus 16. Xo'p, elektronlari 5 taqsim mana bu yerda 8n plus 8. Daha ko'paytirib tashlasak, 72n plus 72 teng 70n plus 80. Yo'q o'tsa demak 2n teng 8 ga, n teng 4. 4 talik bo'lsa S4, H8 ol. Alar massasi 72 bo'ladi. Xo'sh, 224 litr vodorod o'tkazsak, demak S4, H8 O ga vodorod ta'sir ettiradigan bo'lsak, S4, H9 OH chiqadi. Mana undan har 72 ga bundan 1 mol ketganda 74 chiqadi. Mana bu hozir 0,1, mana bu esa 9 gram bo'lsa, demak mana bu kamroq ekan vodorod bu yerda. Vodoroddan ishlaysiz 0,1 ga x desak, spirt 704 gram chiqadi. Demak, 1.8 gram oldiga reaksiyada ortib qoladi. To'g'ri javob demak D ekan. Davom etamiz. 24. 1.12 litr asetilen va propin aralashmasi bor. Yondirildi. Hosil bo'lgan karbonat angidrid 0.3 litr 0.5 molarli kaliy gidroksid eritmasida yuttirildi. Hosil bo'lgan eritma yana ko'pi bilan 0.448 litr karbonat angidridni o'ziga olsa, dastlabki aralashmada asetilenning mol ulushi topilsin. Qarang. Mana bundan boshlaymiz. Kaliy OH ko'pi bilan yutadi deganda, endi kaliy karbonat chiqarsa ko'proq yutadimi, kaliy gidrokarbonat chiqarsami desa, kaliy gidrokarbonat chiqarganda ko'p yutadi. Shuning uchun kaliy gidrokarbonat chiqarib qo'yamiz. Har biridan bir yutsa, mana bu demak 0.3 litr 0.5 molarli bo'lsa 0.15 degan. 0.15 ga 0.15 ketadi.
Undan mana 0,448 litr, ya'ni 0,02 molini o'zimdan qo'shishga majbur bo'ldim. Demak, dastlabki aralashmadan 0,3 mol karbonat angidrid chiqqan ekan. 0,05 dan. Xo'p, asetilen C2H2 bo'lsa, uni yondirishdan ikkita karbonat angidrid chiqadi. Ya'ni X dan 2X deb qo'ysak bo'ladi. Propilen C3H6 bo'lsa, uni yonishidan 3 ta karbonat angidrid chiqadi. Y dan 3Y. Demak, mana aralashma 0,05 mol bo'lsa, 1,12 litr, chiqadigan karbonat angidrid 0,13 mol. Nima qilamiz? X plus Y teng 0,05. Xo'sh. 2x plus 3y teng 0,13. 3 ga ko'paytirib ayirib tashlaysiz. X teng 0,02, y teng 0,03 bo'ladi. Demak, sizdan asetilen molish so'ralyapti. 0,05 mol aralashma deymiz 100%. Asetilenimiz 0,02 mol bo'ladigan bo'lsa, qancha desak, 40% chiqadi asetilenning mol ulushi. Demak, to'g'ri javob B ekan. Xo'p, 25 dan birdan javoblarni aytib ketsak bo'ladi. Sterol C8H8 bo'lsa, uni massasi 104. Ikkinchi molda krizol. Krizol deganda mana bu narsada tolvolga bitta OH qo'yilgan shakl bo'ladi. Demak, C7H7 OH, ya'ni uni massasi 108 bo'ladi. Gidroxinon bo'lsa, 2 atomli fenol bo'ladi. C6H6 O2 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tepa pastda para holatda ikkita gidroksid turadi. Uni molekyular massasi 110 bo'lsa kerak. Demak, 1 2A 3C. To'g'ri javob C ekan. Xo'sh, davom etamiz. Vodorod atomlar soni teng bo'lgan debdi. Alken bor va alkin bor. Demak, vodorodlar soni teng degan jumlaga e'tibor qiling. Bittasini qarang. Alkenni CnH2n deb olsak, alkinimiz bo'ldi. Cn plus 1 bitta vodorod uglerod ziyodcharoq bo'ladi-da. Vodorod esa 2. Shundagina teng. Misol C2H4 etilen bo'lsa, C3H4 propin-ku ikkalasida teng. Demak, ikkalasidan ham bitta oladigan bo'lsak, ya'ni mana undan 1 mol, bundan 1 mol oladigan bo'lsak, umumiy nechta biron birikadi desak, alken bitta, alkin ikkita, jami 3 tani biriktira oladi. Hozir bizda 600 gram 0,16 ga ko'paytirasizda, 160 ga bo'lib yuboradigan bo'lsangiz, 0,6 mol biron birikkan. Demak, bu uchun alkin 0,2 mol, alken ham 0,2 mol bo'ladi. Endi topamiz, qarang, 0,2 ko'paygan alkenning massasi 14, plusdan 0,2 ko'paygan alkinning massasi 14 plus 12 teng 19,2 ga. Ishlaydigan bo'lsak, 2,8 ham plusdan 2,8 ham plusdan 2,4 teng 19,2 ga. Xo'p, 5,6 n teng bu yoqqa o'tib ketsa 16,8 n teng 3. Demak, C3H6 va C4H6 degan moddalar bo'lgan ekan. Dastlabki aralashmada jami atomlarning qancha qismi uglerod atomlari deyapti. Umumiy mana bundagi atomlar 9 ta, bunda atom 10 ta. Qo'shadigan bo'lsak 19, uglerodlar esa 7 ta. 7 taqsim 19 qism tashkil etar ekan. A javob bo'ladi. Xo'p, 27 ni ko'rib ketamiz. 27. Yog'ning to'la gidrolizlanishida, xo'sh, nima degan? Yog' to'la gidrolizlandi 40,3 dan. 44 gram bitta karbon kislotani kaliy tuzi chiqdi. Bir mana bunday ishlaysiz. Demak, yog' C3H5 OOCR desak, dan 3 ta, plusdan 3 ta kaliy OH bir xil kislota degan. C3H5OH dan 3 ta, plusdan 3 ta, demak RCOO kaliy chiqyapti deysiz. Demak, bunda qarang, mana bu yerda farqdan ishlash yaxshiroq variantda bu yerda. 3 ta kaliy OH kirib, bitta glitserin chiqib ketyapti. Ya'ni 168 kirdi, 92 chiqdi. Farqi 100, demak 76 bo'lishi kerak. Bunda hozir 40,3 dan chiqayotgan tuzimiz 44,1 bo'lsa, farq 3,8. 76 ga farq qilganda qancha desak, 806 bo'ladi.
Demak, qaysi bir ana bu efirni massasi, yog'ni massasi 806 deydigan bo'lsak, 806 ga 54 3 ta suvni qo'shasiz va 92 glitserinni ayirib tashlab 3 ga bo'lib yuborasiz. Demak, har bir bittalik har bir kislotani massasi chiqadi bu yerda. Demak, 806 ga 54 ni qo'shamiz, 92 ni ayiramiz. Shu bo'lamiz 256. Javoblar orasida qaysi kislotani massasi 56 ligini topsak, palmitin kislotani massasi 256 kelib chiqadi. Demak, to'g'ri javob B ekan. Endi topib chiqasiz stearinni, palmitin, olen, linollarni topib chiqib ishlashingiz kerak. Yo'qki, 806 ni topgandan keyin har bir yog'ni massasini topib ko'rib ham javob chiqarsangiz bo'ladi. Xo'sh, keyingisi 28. CH2N formulaga moslashuvchi 1 mol uglevodorod yonsa 1440 kilojol issiqlik chiqadi. Demak, alkan demoqchi. CH2N plus 2 kislorod 1,5 N plus 0,5 ta yondirilyapti. Hosil bo'lyapti N ta karbonat angidrid, N plus 1 ta suv. Demak, quvni topish uchun suv bilan karbonat angidridni yig'indisidan alkanni tashashimiz kerak. Karbonat angidrid demak 360 ko'paygan N plusdan suvniki 282 ko'paygan N plus 1 minusdan ayirib tashlaymiz. Alkanniki 126 ni teng 1440 keladi. Kislorodniki 0 bo'ladi oddiy moddaning. Shuning uchun hisoblab o'tirmayapmiz. Ishlab chiqsak mana ekan 360 N plusdan 282 N plusdan 282 minusdan 126 teng 1440 keladi. Qo'shib yuboradigan bo'lsak, demak 642x ya'ni 642n deylik. 642n teng. Bu ikkovini ayirib keyin bu yoqqa o'tkazib yuborsak, 1284 n teng 2 chiqadi. Demak, etan ekan C2H6. Tushunarli? Davom etamiz. 29 zo'r savol bu ham. Buni qanday ishlaymiz qaranglar. 29 qanday ishlanadi? Metanol, etanol, propanol. Xullas kalom hammasi spirtlar. Ya'ni CN yoki R dedik. R OH spirt. Kislorod qo'shib yondirdik, karbonat angidrid va nima chiqdi? Suv chiqdi. Xo'sh, hosil bo'lgan karbonat angidridni aytganimizga 896 litr. Ya'ni massasi 0,4, 0,4 44 ga ko'paytiradigan bo'lsak 17,6 gram. Suvimiz 8,1 gram. Ikkovini qo'shadigan bo'lsak 25,7 gram. Massani saqlanish qonuni. Demak, bu ikkalasi ham 25,7 gram bo'lishi shart. Endi undan kislorodni aytgansizlarga 17,6 gram ketdi. Demak, spirtlar shunda 25,7 dan ayirib tashlasak 17,6 ni teng 8,1 gram. Demak, spirtlar aralashmasi umumiy 8,1 gram va o'sha spirtlar aralashmadagi kislorodni chiqarib olib qo'ysak bo'ladi. Qarang. Karbonat angidrid 0,4 molmi? 0,4 2 ga ko'paytirasiz. Suv 8,1 dan 18 ga bo'ladigan bo'lsak 0,45 1 ga ko'paytirasiz. Undagi kislorodlar soni. Ikkovini qo'shasiz 0,8 ga 0,45 qo'shsak 1,25. 16 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1,25 ko'paygan 16 demak 20 gram jami kislorod bor. O'sha 20 dan 17,6 ni men qo'shganman. Ya'ni reaksiyada biz qo'shganmiz. Demak 2,4 gram kislorod spirtlar ichida bor. Spirtlar ichida shuncha kislorod bor ekan. Demak, 8,1 gram spirtlar aralashmasida 2,4 gram kislorod bo'lsa, 16 gram qanchasida bo'ladi desak, spirtlarda o'rtacha molyar massasi kelib chiqadi. Demak, 8,1 ni ko'paytirasiz 16 ga bo'lasiz 2,4 ga. Demak, 54 gram taqsim mol o'rtacha molyar massasi. Va sizga nima degan? Xuddi shunday tarkibli 0,5 mol necha gram desa, 54 ni 0,5 ga ko'paytirib yuborasiz, 27 gram bo'ladi. To'g'ri javob demak Tushunarlimi? Ketdik. 30. Qaynoq eritma orqali borayotgan bo'lsa, mis plus kalsiy plus 2 ionlari bilan hosil qilgan tuzli molyar massasi topilsin. Xo'p. Endi qarang. Mis tashladik. Nima bo'ldi?
NO2 chiqdi. Bu nitrat kislota, ruhdan amak chiqdi. Demak, nitrat kislota. Xo'p, kalsiy nitrat bo'lgan ekan. Demak, chiqargan tuzi kalsiy nitrat massasi 162 bo'ladi. 31 quyidagi xo'sh, rasmda laboratoriya ishi bajarilyapti. Qaysi oksid hosil bo'ladi desak, manganiz 4 oksid. Xo'p, 32 temir 3 radonit rangi, demak temir mavzusidan bilamiz, to'q qizil rangli modda bo'ladi. Xo'sh, endi keyingi savol 33, 34, 35 savollarda ko'rib chiqamiz. Qarang, bu yerda savolning qiziqligi. Mana 2-4 gram ko'mir, 2-4 gram ko'mir. Mana buning ichidagi hamma kislorodni olyapti. Bundan tashqari mana bu A oksidni B ga aylantirish uchun ketgan kislorodni ham olyapti. Ya'ni birinchi reaksiyadan is gazi va karbonat angidrid chiqqan. O'sha is gazini qolgani mana bundan kislorod olganda. Demak, xullas kalom uglerod to'la, mana bunday ishlaylik. To'la kislorod bilan qo'shilib karbonat angidridga aylanishi kerak edi. Har 12si 32 ni olish kerak edi. 2-4 shunda jami qanchani oladi desak, 6-4 gram kislorodni o'ziga ushlash kerak edi. Undan qara, mana bu yerda 48 dan 46-4 ta ayiradigan bo'lsak, 1,6 gram ketgan. Demak, 1,6 ni ikkinchi reaksiyada olsa, 4,8 ni birinchi reaksiyada olgan. Ya'ni aniq A oksidni qaytargandagi chiqqan. Demak, yozasiz, A oksidni har 16 gramning ichida kislorod qancha bor ekan desak, 4,8. Hammasini tortib oldik-ku. Kislorod ekvivalenti 8 mi? 8 gram ekvivalentiga qancha deydigan bo'lsak, demak 16 ni 8 ga ko'paytirib 4,8 ga bo'ladigan bo'lsak, 26,67. Undan 8 kislorodni ayirib tashlaysiz, 18,67 gram taqsim ekvivalent. 3 ga ko'paytirasiz 56. Demak, temir. 3 ga ko'paytirganingizda chiqdimi? Demak, A oksid, temir 3 oksid bo'lganda. Temir 2 O3 bo'ldi. Endi temir oksidni qaytarib, qaysi oksid olingan desak, mana bu ikkinchisida olingan oksid, bu temir qo'sh oksid bo'ladi. Uglerodga qo'shganda, endi hisoblab chiqarsangiz ham bo'ladi uni. Temir 3 O4 chiqqan, plus bitta is gazi qo'shilgan bo'lganda, karbonat angidridga aylangan. Uchtasidan ikkita chiqadi. Demak, bitta karbonat angidrid chiqib ketadi. Demak, har 480 dan 432 chiqsa, 48 dan qancha deydigan bo'lsak, 43,2 gram. Yoki alohida temirda kislorodni massalarini topib, temirda qolgan kislorodni qolgan mollardan hisoblab chiqsangiz ham bo'laveradi. Bundan ham shu javob chiqadi. Demak, bu oksidni top deyapti. Bu oksidimiz temir 3O4 ekan. A oksid tarkibida kislorod, mana A oksidni top deydi, temir 2O3 ekan. A oksiddagi kislorod foizini top deydi, temir oksiddagi kislorod foizi, demak 48 ni 160 ga bo'lsak 30% bo'ladi ekan. Demak, S, D va E javoblar bo'ladi.